Qormalarni hamda 8 ko'din sotdik deb. Oho. Manda tushirib etmanglar bani do'stlar. Maqsad pul tepishmi yoki atrofinglardagina yo'qtishmi? Hamda bu 8 ko qanda qo'rmalarni bu yerda berib bir yetdi deb bir baho berib baqmamda. Ketdik. Bu do'konni o'rnimi mushitbaq yo'ldagi nayta avat bo'lgan odamga o'tishib turadigan yo'lg'i bu. Mana men Chandoz mehmonxonasi 2007-yili mana mush mehmonxonada qo'ritdim men. Hey, nima degan payza shu vaqtlar. Do'stlar, men ittifoq yo'lda burun vahshiy mush tamoqqa o'xshaydigan oshxonlar bek chiqdi. Ittifoq yo'l deyin qaysi do'konniki tamoqqa o'xshaydi do'stlar. Inkatran yozib qo'yinglar. Şeyde ismi turam nima mana? E'tibor bog'liq qo'rmalar deb. Tajiqan tamoqlar degan gap qo'y bu endi. Tamoqlarim dajib ketdi. Oho, aşka hiç nemi degan taslashib ketgan-ne? Pulsining a'zonligi turabli turda ama 100 dollar. İşte o zamanı liqqid odamlar ekan bu do'konda. Mishada o'tirlar mana. Yaxshimisiz? Nima qilib kechasiz? Shu qo'yma. Pul olgancha. Iliqi pul arvimasdan pul tortalaydi. To'g'ri. Unda sizlarniki pulni siz yulib oladi ekan-a? Shunaqmi? Ma jizingizdan qichida o'tib kelsimi pul tortolmaydigan haqniki. Ko'chab tuzlar chiqib haqni yonchig'imda qilsaq tortilgan ishlar. Deyman bu. Yo'q. Nasga qilsam men xo'jayinni izlab kelgan. Saqlab o'tirdim qaram. Men xo'jayin emas. Meni gap qisibmi? Men xo'jayinni izlab kelgan, hozir chiqdi xo'jayin. Ikkimiz birga saqlaylik ekan. Sizlar qobiliyatingizni bir sinab boqay dedim. Bo'ldi imtihonni o'tdingiz. Tushundimmi? Yaxshi dedim. Yaxshi tushundim sizga. Ikkimiz birga o'tirib saqlaylik ishadi. Xaridor bek chiqqa ichida. 8 ko'li qo'rmaganda shu xo'jayin o'z qo'rimiz foyda chiqmaydi, ha? Shu xo'jayin siz sey qo'ritibdi. Do'yinda vaqon bo'lgansiz do'yinni ko'rasizmi? Men do'yin chiqmayman odatda. Tartib-tartibli yo'llab qo'yman. O'zim chiqmayman do'yin. Yeah boy. Siz vahshiy oldirashqo, loban. Ha? Haqiqiy ishqada boshlanadi. Oldi bilan mayda bir adimiz ketdi. Siz oldi bilan bu adimiz bilan bir paranglashing. Ananikin ikkimizdan tig'i paranglashgan ishlar bekchiq. Ada ishingizmi bitdi? Endi mehmon qilasiz. Bo'ldi. Men tamoq bo'rtib beraymi? Bo'ldi. Kimga avval gulmasmingiz? Tujan qilgan qaysi tamoqlaringiz o'xshaydi? Lozi o'xshaydi. Lazi 38 qo'yma? Ha. Azan. Lazidan birini qo'nshoq yukarma? Qo'nshoq yukardan birini 32 qo'yma? Qanday beliq qilsizlar? Qanday beliq qilsizlar?错了，再来。 Qo'nshoq yukar qanday beliq qilsizlar? Soyuma? Ha, onda to'g'ri. Soyudan birini. Yushan rusur o'xshamda. O'xshaydi. 28 qo'y ekan, 28 qo'y. Unda o'qishganlar bor. Yo'q, qilguchi. Qilguchma? Qilguch yushan rusur 28 qo'yma? Buningni birini undansa. Degan mehmon qilgan odam bor do'stlar, chiq bo'tni qo'ymang. 这老六我真的服了。 8 qo'y mana, tudosirmi 8 qo'y ekan, tudosirdan birini qarang. Cho'sa choychidan bir olsa, mesandan 2 olsun. Ma'qul. Chiqaversin, ha. Ada tamoqlarni bo'yirib bo'ldim. Bekchiq bo'rib o'tdim. Kana bilayman. 嘚瑟，有点东西就嘚瑟。 Ammo uzun bo'pti-ken, sirtda o'tirib tamoq yeyman. Nimkan bu? Cho'sa choychidan. Vah, pes qo'ribdi mana. Dangroydan xeli astoydillik bilan qo'rib turjimi buni? Qattiq qoldirishganingizda siz. Ada cho'sachidan yoqtiramiz odatda. Pek yaxshi qilmayman. Pek yoqtirib ketmamsiz. Men tuxum bor emasmi? Mendil O't bormi? Mening o'tim sog'lom meyva demadi. Siz yemaydigan tomoqni jiqroq zakaz qilsam bo'pti kaslar. Ishtimman. Artitqi yo'q. O't qo'rg'ondaklar yerlik bir xil qo'riblar chiqibdi. Bo'pti edi. Nima chiqdingiz?
Uğur yazgan demene. Smazi. Kara. 你打的这是出租车的出，我说的出事的出， Aa, di da şu. 哎，底大厨。 Tokum sayın sıfır değil. Elimde çıkmasınız koy. Arşın diyen ba ben gel. Nasıl bak? Bu küçük numaram. Hmm. Çok numaram. Benim evde sizni yedip ceyip vurtladım ben. Mana ey do'stlar, 100 ko'p pullar bilan pochche tomoq yeb ketgan ekan bu. Mana nishon ro'zisi shunday bir o'xshabdi. Rost qilgishgan men 28 ko'p to'qishmi ketsam, qilgish berib tumaningga. Oho, mana 100 ko'chang degan mana. Mana otda Kayak da güzel saydı. tez ko'rib be. Matuzusunu karalar. Lazim yapaqa. Lazim o'xshab. Siz lo'qishga bırakkanızda. Lazim qanaqapti? Bak. Lazim bezopma. Abi azam bo'lganligi uchun maqtatamsiz, yoki rost o'xshabmi? Nasıl okuttum? Rost o'xshabmi? Ma hamın çok korkusuda. Ma suli. Bak azam bakın. Pul azam qilibmi? Azam bakın. Men o'ylab qoldim, bu nima uchun bunday azam qildi? Materialni o'g'irlab ekandim gidelim. Muxtarmi qilib tomoqniki? Kimse şu karalar. Birisi çoğun birisi. Tug'ilishi deymiz buni. Şundan mı? Toğuluş deyimiz ya. Tug'ilishi. Hareket etmekle. Tekshi. Ha. Bu tug'ilishni beshko'yla qiliqi qirg'ishlarmi ishda chiqirdi. Maqsad nima degani, birinchi mening ta'mi, ikkinchi miqdori, uchinchi men suhbat. Eng muhim bo'lgani pul emasmi? Pulning bir uchi yurak tutishi deydi. To'g'rimi xatomi? Doğru. Sizlar men maqtaganim bilan beka. Mushakilib yeb ketsanglar, haqiqiy his qilasizlar. Rost o'xshabdi. Xo'jayindan so'raydigan savolim bor. Nima uchun bunday azan sotadi? Foyda olalarmi, olamanmi? Biz so'rab boqaylik. Fikam loban bormi? Mama, chaqirib qo'yamsiz. Chaqirib qo'yaman. Kelinglar loban o'tiringlar. Loban tomoqlarmi bo'pti, shunday yaxshi bo'pti. Kallamda o'tmagan bir ish bor qarang. Nima uchun bu 8 ko'ydan, 20 necha ko'ydan bunda qo'yma chiqarishni o'ylashib qoldingiz? Sizningcha mushundan 8 ko'y, 20 necha ko'y satsangiz foyda chiqadimi, chiqmadimi? Foyda qilamdi, ziyon qilamdi, buni men o'qidim. Materiallarimni tanlab eng yaxshisini ishlataman. Bak ozmi emas, yan jihatda. Lekin biz yaxshi qilsak, iqtidorimiz ko'paygan sari cho'qim bir kun foyda qiladi. Undan so'rab boqay, bu faoliyat necha kun qildingiz? Bu faoliyat emas, mening bahorim shu, men izchil baho sotaman. Davomli kelsanglar yana baho. Shunga tuqqanlarning kelib tomoqlarimni tetib, yaxshi baholarni berishini umid qilaman. Mana do'stlar, xo'jayinning bu gapini angladik. Mana shunga o'xshash azan tomoqlarni bitetib, huzurlanib baqsam bo'ldi deydigan do'stlar, kelib ondan sizga taka qilib ketishni unutib qolmanglar. Balkim bu do'konning adresini so'rab qilishinglar mumkin. Mush Tolstonniki Xirina ichida do'stlarchimi? Ta'mimi bo'ldi ekan do'stlar. Boasimi intan muvofiq ekan. Bunda muvofiq bo'lsa biz qandasiga bir saat topa olamiz. Bizning bolalarning balla tomog'imi buningda eshib ketadi rostga qilsam. Xo'jayinning gapini angladinglar do'stlar edi. Uzun muddat mush bodi mangman dedi. Ondan kelib bir aqir xoyomon qilishni unutib qolmanglar. Lasa, kileksan ko'rish bizak hisob emas.